Yukarıdaki şeyimizin devamı, hürmetli vatandaş. Haritada karışan. Belgorod rayonu Ukrayna, Karkhov şehrini, Kharkov şehrinin şimalıga joylashgan. Navbatdagi ahvol Ukrainada hozir qaytarmujon qilishga tayyorlik qilib o'tdi. Ukrainaning sharqidagi 4 rayonni va janubidagi Krimiyani qo'lga keltirishni nishon qilib o'tdi. Rossiyaning muhim harbiy kuchi mushu belbaqqa o'rinlashtirilgan. Va shu yerda turib Ukraina armiyasining hujumiga zarba berdi. Shunlashqa shimol tarafdagi bu tuyuqsiz harbiy harakat kishini bak tasodiflik his qildirib qo'ydi. Rossiya armiyasining asosli kuchi hisoblangan Wagner yollanma qo'shinlarining boshlig'i Yevgeniy Prigojin bu ish to'g'risi o'zining to'g'ri betida Rossiya armiyasini tanqidlab, butunlay tayyorligi yo'q. Şuna vatibariga chiqib ketdi dedi. Hozir bu harbiy harakatni Rossiya chegarasi ichidagi harbiy harakatni oxirgi natijasi nima bo'ldi? Tashqari dunyo hech nima bilmaydi. Bu harbiy harakat oxirlashdimi yoki davomlashyaptimi? Hech kim bilmaydi. Biroq bu harbiy harakatning ta'siri kichik tipli harbiy harakat doirasidan olqib chiqib ketdi. Çünkü bu eski dünya urushidan keyin chet ellar qo'llagan harbiy kuchning tunji qatim Rossiya chegarasi ichida harbiy harakat qilishi bo'lib hisoblanadi. Garchi urush qilgan kishilar Rossiyalik bo'lsa-mu, qiziqarli bir tarafi shuki, Amerika harbiy tarafni bayonot e'lon qilib, Amerika harbiy taraf bunday ta'kidladi. Bu harbiy tashkilotlar ishlatgan harbiy qurol-yaroqlar Amerikaning harbiy qurol-yaroqlari emas. Biz buni sizlarga yetkazib bo'ldik, ya'ni shunami? Harbiy qurol-yaroqlar emas, balki Qarag'anda Sovet davrida ishlangan, ishlab chiqarilgan harbiy qurol-yaroqlarga o'xshaydi. Navbatda navbatda Amerika Ukraina urushining o'zgarib Rossiya bilan Amerika o'rtasidagi qarshilashish vaziyatiga aylanib qolishini xohlamaydi. Amerika Rossiya bilan to'qnashib qolishni umid qilmaydi. Rossiya bir tarafdan davlat ichida qurolli qarshi kuchlarning mavjudligini inkor qilsa, yana bir tarafdan Amerika bilan bevosita qolishib qolishni xohlamaydi. Rossiya bir tarafdan davlat ichida qurolli qarshi kuchlarning mavjudligini inkor qilsa, yana bir tarafdan Amerika bilan bevosita qolishib qolishni xohlamaydi. Takrorladim, kechiringlar. Amaliyotda buningga o'xshaydigan harbiy harakatlar kelgusida Rossiyaning boshqa joylarida o'tirib chiqishi mumkin. Albatta, ish hodisalar davomli shunday taraqqiy qilamdi degan masala halqiliq masaladir. Yani halqiliq masala bu urushning doirasi va kaskinligi masalasidir. Agar urush davomli kamaydigan bo'lsa, bundaq ish yana o'rtaga chiqadi. 1970-yili Amerika armiyasi Vyetnamdan chekinganda Janubiy Vyetnam hokimiyatini qoldirib qo'yib chekingan edi. Amerika Vyetnamda 10 yildan oshiq urush qildi. Oxiri Vyetnamdan chekinib chiqdi. Biz 20-asrning 90-yillarning dastlabki vaqtlarida Paris qo'ltig'i urushiga shohid bo'ldik. Keyin Kosovo urushiga shohid bo'ldik. Amerikaning havo armiyasi dunyoni cho'chitgan qudratli iqtidorini mush ishga maydon urushda tantana qildi.